Men Abduvahobova Muqaddam, 51 yoshman. Shu o'quv markazi jamoasini a'zosiman. Ushbu kurslarni o'qiganingizdan keyin o'zingizda qanaqa natijalarni sezdingiz? Oldin mendan kimdir "Bu senga kitob senga nima beradi?" deganida javob topa olmasligim mumkin edi. Bunaqa natijalarga erishish uchun balki sizda qanaqadir qiyinchiliklar bo'ldimi kurs davomida? Darslar kamga o'xshab tuyuldi. Undan ham ko'p bo'lishini xohladim darslarni, dars soatlarini. Muqaddam opa, sizga yana bir savol. Peshqadam maktabi siz uchun nima? Peshqadam maktabi men uchun men izlagan maktab. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Sizni peshqadamlik sari rubrikasida ko'rib turganimizdan xursandmiz. Rahmat. Xush kelibsiz. Marhamat, o'zingizni tanishtirsangiz. Men Abduvahobova Muqaddam, 51 yoshman. Peshqadam maktab o'quv markazini kurslarini o'quvchisiman. Bugunga kelib shu o'quv markazi jamoasini a'zosiman. Muqaddam opa, o'quv markazimizni qaysi kurslarni o'qib tugatdingiz hozirda? Hozirgi kungacha Peshqadam maktabni kitobxonlik kursini o'qib tugatdik. Qaynonaman seminarini o'qib tugatdik hamda vokal kurslarini o'qib tugatdik. Ushbu kurslarni o'qiganingizdan keyin o'zingizda qanaqa natijalarni sezdingiz? Bu kurslardan o'zi kitob o'qishni juda ham yaxshi ko'rardim. Kitob o'qishga, kitobga bo'lgan mehrimni yana ham kuchaydi. Oldin mendan kimdir "Bu senga kitob senga nima beradi?" deganida javob topa olmasligim mumkin edi. Aytib bera olmasligim mumkin edi. Endi o'sha javoblarim bor-da, shunchalik ko'p narsa o'rgandik o'tdan. Vaqtni to'g'ri taqsimlash, ko'proq vaqtimizni o'zimizga foydali bo'lgan ishlarga sarflash, yana bu yerda o'zim bilan birga kursimda o'qigan ayollardan juda ko'p do'stlar orttirdim. Bu yerdagi birga kelib o'qigan ayollarga qarab men hayron qoldim. Shunchalik kitobga tashna, bilim olgisi keladigan, o'zini shunga vaqt ajratib, shu joyga xursand bo'lib kelib o'qib ketayotgan ayollarni ko'rib, men yana ham zavqlanib, undan ham bu joyga shunaqa xursand bo'lib kelib o'qib bilim olib yurdim-da. Juda ko'p yaxshi do'stlar orttirdim bu yerda. Bunaqa ayollarni men shu yerda ko'rdim faqat. Bunaqa bilimga chanqoq, kitob sevar ayollarni men shu joyda ko'rdim. Muqaddam opa, aytingchi, bunaqa natijalar bilan birga, bunaqa natijalarga erishish uchun balki sizda qanaqadir qiyinchiliklar bo'ldimi kurs davomida? Kursda o'qish davomida sizda qanaqa qiyinchiliklar bo'ldi? Balkim o'quv markazi tomonidan, balkim oilaviy yoki o'zingizga xos qanaqadir qiyinchiliklar bo'ldimi? Shular haqida ham aytib o'tsangiz. Qiyinchiliklar bo'lmadi. Chunki men bu narsani bu joyga, bu o'quv markaziga kelib o'qishimni, menga qanchalik bu yoqayotganini, bu yerdagi berilayotgan darslar haqida uyda, oilamizda gapirib berganimdan keyin meni oila a'zolarim hammaligi tushunib, farzandlarim ham qo'llab-quvvatlab, turmush o'rtog'im ham, demak, o'tdan senga foydali bo'layotgan bo'lsa, o'zingni yaxshi his qilib, yaxshi do'stlar orttirib, vaqting yaxshi o'tayotgan bo'lsa, bemalol borishing mumkin deb menga hech qanaqa to'sqinlik, hech qanaqa qarshiliklar, qiyinchiliklar bo'lmadi. Menga darslar kamga o'xshab tuyuldi. Undan ham ko'p bo'lishini xohladim darslarni, dars soatlarini. Shu faqat to'ymay qolgan darslarim bo'ldi. O'zi aslida asalli ham ozi shirin deydi-ku, shunga o'xshab. Demak, sizni oila a'zolaringiz qo'llab-quvvatlashdi. O'zimiz gaplashganimizda hatto keliningiz, o'g'illaringiz ham qo'llab-quvvatlashganini aytgan edingiz. Shunaqa, o'g'illarim ham o'qishga ketayotganingizda qanaqadir sizga imkoniyatlar yaratib berib, o'qishga boradigan kunlaringiz xursand bo'lganini ham aytgan edingiz. Shunaqa. Men yoshligimda maktabga popkalarimni tayyorlab, toza kiyimlarimni kiyib, chopqillab borgan bo'lsam, bu joyga ham xuddi shunaqa. Sumkamga daftarlarimni, ruchkalarimni solib, chiroyli kiyimlarimni kiyib, xursand bo'lib, men o'qishga ketyapman deb chiqib ketaman. Uyimga borganimda ham kulib, xursand bo'lib kirsam, bugun undan ham boshqacha darslar bo'ldi shekilli, xursand bo'lib turibsiz, ko'zlaringiz yonib turibdi deb kutib olishadi-da. Keyin bu yerdagi bo'lgan yaxshi gaplar, o'rgangan yangi bilimlarimni gapirib beraman.
shunaqa menga bu yerga kelib ketish huzur beradi. Demak, nafaqat bizda o'qiyotgan ayollarimiz uchun, ayollarimiz orqali ularni xonadonlariga ham quvonch olib kira olyapmiz desak, mubolag'a bo'lmas ekan. To'g'ri gapingiz. Muqaddam opa, sizga yana bir savol. Peshqadam maktabi siz uchun nima? Peshqadam maktabi men uchun men izlagan maktab. Men kutgan maktab. Menga kerakli maktab. Men bu joyda o'zimni hali ham yosh his qilyapman. Ko'p yangi narsalar o'rganishga hali ham aqlim yetishini, fahm farosatim, xotiram yaxshiligini bildim. Keyin ko'p narsani bilmasligimni bildim yana. Peshqadam o'quv markazi shu aytganimdek men uchun men izlagan maktab. Men uni topdim. Bundan biz ham xursandmiz. Muqaddam opa, siz hozir Peshqadam maktabi o'quvchisi bo'lish bilan birgalikda o'zingiz aytganingizdek jamoamiz a'zolari safiga ham qo'shildingiz. Shu haqida ham ikki og'iz gapirib o'tsangiz, qanday bo'ldi jamoamizga qo'shilish? Kitobxonlik kursida o'qiyotganimizda bizani guruhlarga bo'lingan edik. Har bir guruhga kuratorlari belgilangan. Bu darsda o'tgan mavzularni yaxshi o'zlashtirishimiz, yana ham natijalarni yaxshi olishimiz, yaxshi natijalarga erishishimiz uchun ular bizga yordam berishardi. Har qanday savollarimizga javob berib, bizga yaxshi tushuntirib, bizani rag'batlantirib, kurslarda o'qishimizni yana ham osonlashtirib bizga yordam berishganda, shularga meni rosa havasim keluvdi. Keyin bu kurslarni tugatganimizdan keyin menga shu kuratorlikga meni taklif qilishganda, to'g'risi xursand bo'lib ketdim. Agarda taklif qilishmaganda ham o'zim ham talabgor bo'lib so'ragan bo'lardim. Chunki shu o'quv markaziga kelayotgan o'zimga o'xshagan ayollarga shu yerdagi berilayotgan bilimlarni yaxshi o'zlashtirishligi uchun yordam berishga menda shunaqa ishtiyoq paydo bo'ldi-da, shuni o'zim xohlab, xursand bo'lib bajaryapman. Ular ham yaxshi natijaga erishsa, faqat xursand bo'laman. Maktab davrimda o'qituvchi bo'lishni xohlaganman, orzu qilganman, hamda jurnalist bo'lishni xohlaganman. Mana hozirda shu o'quv markazida kuratorlik vazifasini bajarayotganimda o'zim o'sha yoshligimda o'qituvchi bo'lgim kelganidagi orzularim ushalayotganini his qilyapman-da. O'sha guruhdagi o'quvchilar quloq solib, bir savollar berib, savollarga javob olib, bilimliga oshayotganida men o'zimni bir shu o'qituvchilik orzuyim ushalyapti deb hisoblayapman. Yana kitobxonlik kursida o'qiganimizda bizga bir kutubxonadan reportaj tayyorlab kelish vazifasi berilganida, borib o'sha joyda o'sha kutubxona ishchilari bilan suhbatlashib, o'tlar suratlarga olib, reportaj tayyorlaganimizda men o'sha yoshligimdagi jurnalist bo'lgim kelgandagi orzuyim ushalgandek bo'ldi-da. O'sha meni orzularimga yetkazayotgan mana shu o'quv markazi, yana bir marta aytaman, o'sha men izlagan maktab. Sizdek ayollar bizni safimizda ekanligidan biz ham juda ham xursandmiz. Muqaddam opa, kurslarimizda o'qiganingizdan keyin hayot tarzingizda qanaqa o'zgarishlar bo'ldi? O'zingizni ichki holatlaringizda o'zgarishlar bo'lgandir, balki shular haqida ham aytib bersangiz. O'quv markazida o'qiganimdan keyin mendagi o'zgarishlar juda ham sezilarli bo'ldi. Uni yon atrofimdagilar ham sezishyapti. Onamlar aytardilarki, muhimdan nomuhimni ajratib olgandirdilar. Bu o'quv markaziga kelganimdan keyin xuddi o'shanda ishlar bo'ldi-da, ba'zi bir hayotimizdagi mayda-chuyda ishlar, mayda-chuyda gaplarga vaqtingiz qolmas ekan. O'shalarni o'ylashga ham vaqtingiz qolmas ekan. Darslaringiz, yangi o'rgangan bilimlaringiz, yangi kitobni o'qish, ertangi darsga tayyorlanish bilan band bo'lar ekansizda, o'sha boshqa narsalardan o'z-o'zidan vaqtingiz ularga qolmas ekanda. Shu bilan hayot tarzingiz boshqacharoq izga tushib,
vaqtdan unumli foydalanish, faqat o'zingizga foydali ishlar uchun foydalanish, sarflash, keyin bu yerda birovni vaqtini ham bekorga olmaslik, shu ta'limlari ham bo'ldi darslarimizda. O'sha narsalarga ham rioya qilinyapti. O'rganganlarimni boshqalarga ham aytyapman. Birinchi farzandlarimga, keyin yaqinlarimga. O'sha o'zimdagi katta o'zgarish mayda-chuyda men uchun ahamiyatsiz, menga foyda keltirmaydigan narsalardan uzoqlashib, o'zimga faqat foyda beradigan, naf beradigan, menga yaxshilik olib keladigan narsalarga sarflayapman vaqtimni. Bu shu o'quv markazida o'qiganimdan keyin bo'ldi meni hayotimda. Mana biz ayollarni har xil yig'inlarimiz ko'p. Gaplar, ba'zi bir uncha zarurat bo'lmagan yig'inlar. Ana shu joylarga ham borish o'z-o'zidan kamayib ketdi. O'z-o'zidan. Uni o'rnini bosadigan yaxshi jarayonlar bo'lgani uchun u narsalar o'z-o'zidan tushib qoldi hayotimdan. Bir narsa o'rnini egallasagina chiqib ketadi. U narsani o'z-o'zidan tark eta olmaysiz. Qachonki undan yaxshiroq narsani ko'rsangiz, eski ko'ylagingizni yangi ko'ylak olganingizda tashiysiz, ungacha kiyasiz. Xuddi shunaqa narsa bo'ldi. O'zimga yangi, foydali, yaxshi mashg'ulotlar topganim uchun bu menga unaqa ahamiyati yo'q, ikkinchi darajali ham emas. Bu narsalar o'z-o'zidan hayotimdan chiqib qoldi. Bu narsalardan o'zimdan o'zim uzoqlashib qoldim. Chunki vaqtim boshqa foydali narsaga sarflanayotgani uchun. Balkim ko'p ayollar hozir meni bu gaplarimni tushunishmas. Agar shu o'quv markaziga kelib, biz o'qigan kurslarda o'qishsa, ular ham shu fikrga kelishadi. Tashrifingiz va mazmunli suhbatingiz uchun minnatdorman. Rahmat, sizga ham rahmat. Salomat bo'ling. Rahmat. Agar siz Peshqadam maktabi kurslarida ishtirok etib, peshqadamlik sari qadam bosgan bo'lsangiz, ushbu rubrikamizda siz ham ishtirok etishingiz mumkin. Buning uchun quyidagi manzilga murojaat qiling.